Agar shahrimizda elektr energiyasi bo'lmasa nima bo'ladi bilasanmi? Elektr energiyasi yo'qligining men uchun nima qizig'i bor? Maza qilib film tomosha qilish bilan vaqt o'tkazaman. Internet, yorug'lik, isitish, issiq suv, transport, ishlab chiqarish va albatta uyali telefon, kompyuter, planshetlarni quvvatlash, choynak, muzlatkich, fen, televizorlarni ishlatish uchun. Kompyuter, planshet? Katta shaharda seni o'rab turgan narsalarning deyarli barchasi o'z maromida ishlashi uchun elektr energiyasi kerak. Qanday qilib elektr energiyasi yaraladi? Qani ketdik. Biz qandaydir zavoddamiz. Ha, topding, bu zavod. Bu yerda generatsiya bilan shug'ullanishadi, ya'ni elektr ishlab chiqariladi. Zamonaviy shaharlarda elektr stansiyalar nafaqat elektr energiyasini, balki issiqlikni ham yaratadi. IESlar qanday ishlaydi? Hammasi yoqilg'idan boshlanadi. IESlarda odatda tabiiy gazdan foydalaniladi. Uning yonishi natijasida tabiatga zararli chiqindilar tarqalmaydi. Elektr stansiyaga gaz qanday yetkaziladi? Gaz konlardan yirik magistral quvurlar orqali tabiiy gaz shaharga, nisbatan kichik quvurlar orqali esa IESga yetib keladi va bug' qozoniga yo'naltiriladi. Bug' qozoni juda katta bo'ladi. Taxminan 12 qavatli uy o'lchamiga teng. Oho, juda katta-ku. Qozonxonada yonayotgan olovning balandligi 15 metrga yetadi. 5 qavatli uyga teng ekanda. Yonayotgan gaz burama quvurlar orqali harakatlanayotgan suvni qaynatadi. Gaz yaxshiroq yonishi uchun qozonxonada katta parraklar doimiy ishlab turadi. U qozonxonaga havo kiritib berish bilan birga tutunlarni haydab chiqaradi. Yonmagan gazlar qayerga ketadi? Bir qismi qaytadan yonish uchun yo'naltiriladi. Qolgan qismi esa tutun mo'rlari orqali tashqariga chiqariladi. Hada chiqadi-yu havoni ifloslantiradi. Tutun mo'riga juda murakkab hisoblangan qayta tozalash tizimidan o'tgachgina yetib keladi. Gaz yondi, elektr energiyasidan esa hamon darak yo'q. Gaz bug' qozonida suvni qaynatib bug'ga aylantirish uchun yondi. Bu yerda bug'ning bosimi 240 atmosferni, bu harorati esa Selsiy bo'yicha 545 darajani tashkil etadi. Bu juda issiq-ku, nimasini aytasan? Qozondagi bug' turbinasiga yo'naltiriladi. Oho, IESda parovoz hajmidagi turbina? Bug' turbinasi bu bug' energiyasi mexanik energiyaga aylanadigan issiqlik dvigatelidir. Bug' turbina ichiga kirib borib, kuraklarni daqiqasiga 3000 marta aylantiradi. Natijada million ot kuchiga teng energiya siqib chiqariladi. Bug' energiyasi elektrogeneratorning vali bilan bog'langan turbina rotorni harakatga keltiradi. Generator bu mexanik energiyadan elektr energiyasi hosil bo'ladigan maxsus mashina. Bu qanday yuz beradi? Turbina generator rotorining magnit maydonini aylantiradi va bu bilan starter cho'lg'amlarida o'zgaruvchan elektr tokini yaratadi. Ura, elektr energiya paydo bo'ldi. Endi uni to'g'ri taqsimlash kerak. Xonadon, idoralar, metro, fabrika, korxonalarga yo'naltirish qoldi xolos. Issiq suv uyga qayerdan keladi unda? U ham IESda ishlab chiqariladi. Bug' turbinalardagi bug'ning bir qismi maxsus suv isitgichlarga yo'naltiriladi. Aynan u tizim suvini 110 darajada isitadi. Agar tashqarida havo juda ham sovuq bo'lsa-chi? Bunday vaziyatda stansiyadagi suvni maxsus isitish qozonlari ishga tushiriladi. Ular suv haroratini 135 darajagacha isitishadi. Shu tariqa tizimdagi issiqlik ta'minoti bo'limlarga yetkaziladi. Issiq suv xonadonlarimizdan kelib tushayotgan suv bilan uchrashadi. O'z issiqligini qoldirgan tizim suvi yana ortga, IESga qaytadi. Aytkinchi, turbinadagi foydalanilgan bug' qayerga ketadi? Kuraklarni aylantirib berdi, bo'ldimi? Yana bug' mo'risi orqali havoga chiqib ketadimi? Mo'riga, faqat bug' mo'risiga va bir vaqtning o'zida emas. Bug' turbinada ishlaganidan so'ng kondensator deb ataluvchi maxsus muzlatgichga jo'natiladi. Kondensator ichida tinimsiz ravishda sovuq suv sirkulyatsiya bo'ladi va bug'ni muzlatib kondensatga aylantiradi. Kondensat bu juda toza suv bo'lib, uning tarkibida hech qanday kimyoviy moddalar mavjud emas. Dunyoda eng toza hisoblangan Baykal ko'li suvidan hammi? Ha, undan ham toza. Muhimi cho'kma bo'lmasligi kerak. Kondensat havodan tozalanib isitiladi. Shundan keyingi suv yana qozonga qaytariladi. Demak, IESdagi suv aylana bo'ylab harakatlanar ekanda. Bir marta tortib olsang, shuni o'zi yetarli. Ideal holatda bug' va kondensatning sizib chiqmasligini to'liq ta'minlashning imkoni yo'q. Shunday holatda suv tarmoqlardan olinadi. U toza bo'lmaydi-ku, suv keraksiz chiqindilardan tozalanadi va maxsus havzalarga to'ldiriladi.
Natijada qozonga dori vositalari tayyorlashda ishlatiladigan darajadagi toza suv quyiladi. Kondensatordagi suv katta quvurlarga, ya'ni gradirniyalarga tushadi. U yerda havo yordamida sovitilib, ortga qaytariladi. Jarayonda suvning ma'lum bir qismi bug'lanib ketadi. Bu biz oq tutun deb hisoblaydigan oq bulutlarmi? Ha, bu oddiygina suv bug'lari. Juda murakkab jarayon-ku. Bu ishlarning barini kim boshqaradi? Robotlarmi? Elektrostansiyalarda qurilmalarni doimiy kuzatib turuvchi yuqori malakali xodimlar 24 soat mobaynida ishlashadi. Oho, u yerdagi ishchilarning yelkasidagi mas'uliyatni tasavvur qilyapman. Eng muhimi, barchasini atrof muhitga va insonlarga zarar bermagan holda bajarish kerak va tovush chiqarmasdan. Barcha ISlar shovqin darajasini pasaytirish va zararli chiqindilarni nazorat qilish qurilmalari bilan ta'minlangan. Mana endi issiqlik va elektr ishlab chiqaruvchi zavodlar qanday ishlashini bilib oldim. Bu zavodlarda ajoyib insonlar, energetiklar ishlaydi. Ular har kuni ishga kelishadi va bizning uyimiz issiq hamda yorug' bo'lishi uchun, eng muhimi, rozetkamizda tok bo'lishi uchun barcha imkoniyatni ishga solishadi.